Assalamu alaikum, hürmetlik жұртташылар. Биыл наэти қиын жұқымлық, дүния бойынша жұқымлық ağırlık коронавирус біздің Қазақстан бойынша өтмеді. Қазақстандагы фавқулодда ahvol aprel ayının axırıgacha uzartıldı. Çoğun şəhərdə adamlarni yakkilanish rejimiga məcburlaydigan karantin davamlaşmaqda. Şu arada şəhərliklərning bir joydan boshqa yoqqa qo'zg'ilishiga bo'lgan cheklash ijtimoiy jihatdan ojiz bo'lgan insonlarga, ya'ni nakala, hurmatli dam olishdagi yashanganlarga va ko'p balliq oilalarga qiyinlik tushyotidi. Men Məşədə tug'ilib o'sgan, Məşədə 3 yildim Sivasda. Men уже 80 yoshga kirdim. Men o'zim Məşədliyin qismindən rais xanım bo'lgan. Hozir mush 2-3 nevram bilan o'tirib qoldim. Bəzi bir adamlar viloyatda yashab, blok postlarning u tarafida qolgan ijtimoiy xizmatchilarning yordamidan mahkum bo'ldi. Yana birlar bo'lsa, favqulodda ahvol kesiridan ishsiz qolib, hukumat tarafidan va'da qilingan yordam pulg'imi texi erishalmadi. Qadam televideniyasining ijodiy to'pi mart oyining 1-charigida shaharning joy-joylarini ziyorat qilib, karantinning og'ir kunlarini almutliqlar qandoq o'tkazayotganligini nazar qildi. Hem de karantin boyunca meyde hukumat bosuma aşağı küçükene nimla namratlaga turmuşlaga küçükene načarda nimla azalaga emisiga yardım kılatıdı. Bizden ticaretçilama uyda otamasdan kolunu yançık sağmasdan aşında emisiga yardım kılatıdı. Bizden mahallemizde müştak bir ayıla ba küçükene turmuşlu načar. Şu bizden ticaretçimiz, şu şehirdeki ticaretçimiz Galina özünün pulga, özünün akçıga aşıdak bizden ozuklarını elip, aşıdak nimlarını yaydan tamaklarını nimlap koşudan nimlarını yaydan nimlarını makaron busuma, un busuma, may busuma elip aşıdak taktıvatı da hemsigi. Qiyin жағдайда қалған шәһәр тұрғынларының макан жайыны aniqlab алғандан кейін bizni qo'llab-quvvatlagan 8/8 nashriyati va investitsiya в будущее jamiyatlik fondining yordami bilan to'pimiz bilan yaqin oraliqdagi cho'ng do'konga oziq-tulik sotib olish uchun atlandik. Ma'lum bo'lgandek, cheklash amallari har xil sohalardagi odamlarni bo'sh qoldirdi. Texi bir oy ilgari ishlab, uzluksiz maosh olib yurgan odamlar uylarida o'tirib, hukumat va shaxsiy qismlarning yordamini kutishga majbur. Hamda amal qancha hammasini so'rayotma sabrlik, o'zinglar kutinglar. Hamda karantin bo'yicha uyda o'tiringlar degandan keyin uyda o'tirish kerak. Sadan ketaylar. U karantin degan narsa o'tib ketadi. Hayat degan hech qachon ko'chmaydi, hayat degan mangulik bo'ldi. Kichkina o'zimizni saqlasak, yaxshi bo'ladi. O'z navbatida yashanganlar har kunlik toza havodagi sayli qilishidan va sog'lom hayot tarzini yurgizish mumkinchiligidan ayrildi. Bir-birini kichkina aylanib viruslar talada chiqmay Şundumu bizning ijodiy to'p ziyorat qilganlarning arsida yaxshi kayfiyatdagi almutliqlar bo'ldi. Ular da qiyin hayotiy joqdaydimi amal topmoqda. Masalan, meditsinalik maskalarning yetishmayotgan hozirgi karantin paytida bu strategiyalik hojatlik narsani uyda qo'l ostidagi vositalardan tayyorlash mumkin. WhatsApp'tan har turli narsalarni avatayverguncha, mana kelinglar kitob o'qaylik. Kitap bilim bulug'i. Allah'ımı bizge birinci düşken ayetini okuy dep üretken. Şunun için hammalarning kitap o'qishni tavsiya qilman. Kitap o'qigan adam uyda zerikmaydi. Kino ko'ribmiz, zerikimiz, televizor ko'ribmiz, zerikimiz. Uningdan kitap o'qigan meningcha bo'lsa eng yaxshi vaqtdan ahamiyatlik foydalanish deb hisoblayman. Hammamiz kitap o'qaylik.
Favqulodda ahval ko'chalarni dezinfeksiyalash ishlarini ko'proq yurgizishga va shaxsiy gigiyena talablarini kuchaytirishga turtki bo'ldi. Shu munosabat bilan maslahat elish maqsadida doktorga murojaat qilishni durust ko'rdik. Assalomu alaykum, hurmatli Qadam TV'ning ko'ruvchileri. Karantin bir-biri bilan munosabat to'xtatish uy joyida yoki og'riqxonada bo'lishi mumkin. Agar siz birinchi A kategoriya ellerden u İtalya, İspanya, Fransiya, Germaniya, OAE kelgan bo'lsangiz, sizni 14 kunlik miqdordagi rejim karantin saqlash uchun doktorxonaga yotqizadi. Nima uchun odamlar bir-biri bilan munosabatda ara qatnashni saqlaydi? Sababi bir odam 5 kunning ichida 2,5 odamni yoki bir oyning ichida 406 odamni yuqtirishi mumkin. Agar uyda bo'lib, talaga chiqmay, bir oyning ichida 15 odamni yuqtiradi. Bu og'riq odamdan odamga yuqadi. Agar aralig'i 2 metrdan az bo'lsa, tush ko'ganda sho'lgay orqali qo'l bilan burun ko'zni tutsa, eng yaxshi yo'li og'riyotgan odam bilan aralashmash kerak. O'zingizni asrang, haroratingizni o'lchab turing. Quvvatlik taomlaning. Immunitet ko'tarish uchun vitaminlarni qabul qiling. Sog'lom umr suring. Agar og'rib qolsangiz, ORV tumuning belgilari bo'lsa, 103 ga telefon qiling. Uyda o'tirib, telefon orqali xabarlashing. Maska kiying, tush ko'rganda qo'l yog'liqqa yoki bo'lmasa jaynakning ichi tarafiga tush ko'rishga tirishing. Odamlar ko'p yuradigan yerga bormang. Og'riqning oldini olish yo'llari. Qo'limizni pat-pat sovun bilan yuvishimiz shart. Tumu bilan og'riyotgan, yo'tlayotgan odamlardan yiroq bo'lishimiz kerak. Munosabat bog'laganda araliq kam deganda 1,5-2 metr bo'lishi kerak. Jamiyatlik o'rinlarda maska taqib yurishimiz lozim. Qo'limizni og'iz burnimizdan yiroq tutishimiz kerak. Shunda qilib Qadam televideniyasi ijodiy to'pining birinchi ziyorati oyoqlashdi. Agar siz kanalimizning ijtimoiy aksiyalarga qatnashqingiz kelsa, tövandagi aloqa telefonlarimizga nazar qilishingizni so'raymiz. Yordamga muhtoj oilalar haqida axborotni kanalimiz tahrirotiga yigit boshlari orqali avatishinglarni so'raymiz. Все население Казахстана, оно нуждается и в материальной, и в моральной поддержке, и со стороны властей, и, конечно, со стороны общественности. Құдайым сілерге маша инсан берсін, сілер шына қаршы тұрып сілер бізге. Рахмет сілерге. Көп яшаңыз. Амин. Сілер маша хамыңларға ярдам қатсылар. Құдайым әтәуі ярдам қығыналарны Құдайым сілерге 10 атығырақ бәсін. Көп намал берсін. Құдайым бәгіна рахмет. Мыңдан рахмет сізге, Галина. Ашындақ біздің хадис болсыма, Құранды болсыма, байла ашында кішкіна намыратларға кішкіна ярдам беріш керек. Сіз ма ашында қамайсыз ке әмістен, сізге өміріңіз ұзақ болсын. Ашында біздің халыққа әмісі ярдам қылдағанға бүтін ашы тижаратшыға рахмет даватым.